Uy-joyingiz bor va ushbu ko'chmas mulkka kadastr pasportini tayyorlatmoqchisiz. Hujjatlaringiz to'g'ri va to'liq bo'lsa, arizangiz asosida kadastr pasporti shakllantirib beriladi. Biroq ba'zi omillar arizangizni rad etish uchun asos bo'ladi. Xo'sh, qanday sabablar bilan ariza rad etiladi? Hozirgi videoda bu haqda to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. So'rovnomada noto'g'ri ma'lumotlarning ko'rsatilishi arizangizni rad etilishi uchun sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, ko'chmas mulk obyektiga bo'lgan huquqlarni tasdiqlovchi hujjatlar mavjud bo'lmasa ham, u rad etiladi. Bundan tashqari, ko'chmas mulk obyektining mansubligi masalasida nizolar borligidan dalolat beruvchi sud hujjatlarining mavjudligi, ko'chmas mulk obyektiga nisbatan taqiqning mavjudligi, taqdim etilgan hujjatlarda noto'g'ri, qarama-qarshi ma'lumotlar aniqlangani, yer maydonining belgilangan tartibda olib qo'yilgani haqidagi ma'lumotlarning mavjudligi, yer uchastkasiga bo'lgan huquqlarning bekor qilingani. Qolaversa, ko'chmas mulk obyektida o'lchov ishlarini olib borilishiga, shu jumladan ko'chmas mulk obyektiga kirish imkoni yo'qligi, foydalanib kelinayotgan shaxslar tomonidan bino va inshootga, yer uchastkasiga kirishga qarshilik qilinishi, bino va inshootning ixtisoslashishi ular joylashgan yer uchastkasining foydalanish maqsadiga mos bo'lmagan tarzda o'zgartirilgani, arizangiz rad etilganda ushbu bandda nazarda tutilgan rad etish asoslari albatta ko'rsatib o'tiladi.